kim jannatga, kim do'zaxga kiradi, Alloh avvaldan biladi buni. Agar dunyoga kirgizmasdan o'sha jannatiy bo'ladiganlarni jannatga, do'zaxiy bo'ladiganlarni do'zaxga shunday kirgizib olsa, dunyoga kirgizmasdan, hech kimga shans bermasdan, shunda do'zaxga kirganlar nima uchun biz do'zaxga kirdik? Ular qaysi qilmagan yaxshi amali uchun jannatga kirib ketdi? Biz qaysi qilmagan gunohimiz uchun do'zaxga kirib ketdik? Axir bizga imkon bermading-ku desa, sen dunyoga kelsang shu do'zaxiy ishini qilasan desa, qayoqdan bilasan deydi. Bizi iymonimiz komil, Alloh taolo bandalar nima ish qilishini avvaldan biladi. Mana shu Qur'onda shu mazmunda oyat bor. Do'zaxga kirganlar Parvardigor bizni qaytargin dunyo hayotiga, agar yana shu kufr ma'siyatga qaytsak, haqiqatan zolimlardan bo'lamiz deyshadi. Lekin Alloh taolo aytadi, senlardan aniq bilaman. Chiqsang yana shu kufrni qilasan.